Aka, shuni o'sha zalogga olib turing. Bu pulni qachon tashab ketasiz? Ertaga tashab ketaman. Tak, molingiz общий 3 million 700 bo'pti, aka. Bo'ldi aka, hozir 1 million 700 beraman, 2 millionni kechqurun ko'rishib olamiz, aka. Yo'q, aka, unaqa qarzga narsa bera olmayman, lekin. Birinchi marta olmayapman. Yo'q, men noto'g'ri tushunmayman, aka. Qarz munosabati bizda men qarzga ishlamayman, brat. Aka, qarang. Mana sizga dokumentim, pasportim kechqurun 2 millionni yetkazaman, aka. Bu pasport qanday bo'ladi? O'zingiz Aka, hujjatim, men hujjatim, aka. Kechqurun bo'ldi, Hamid aka, kechqurun 2 million yetkazaman. Bo'ldi, gaplashamiz. Bo'ldi. Ham yerda o'zimni pasportimga narsalar oldim. Endi uydagilarimga olsam zo'r bo'ladi. Baribir ularga kerak emas pasport. bundan buyon aka mana shunaqa narsalar ko'payib boraveradi. Chunki hamma narsa onlayn tarzga o'tib ketdi. Bu dokumentlar ko'pchilikga kerak emas bo'lib qoldi. Agar siz ham xuddi shunaqa ishlayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan aka uxlaysiz. Hozirgi paytda tijorat subyektlarida ham, даже menda ham, boshqa joyda ham, xizmat ko'rsatuvchi servislarda ham tabiiyki biznes qiladigan leboy joyda mana shu narsa ko'payib ketgan aka, hujjatini berib ketyapti. Bu hujjat aka уже kerak emas bo'lib qoldi. Sababi aka pravasini sizga beradi, pasporti bilan bemalol mashinasini haydab yuraveradi. Texpasportini ham tashab ketib aka, bemalol mashinasini haydasa bo'ladi. Sababi hamma narsa onlayn chiqib keladi. Jab bo'lmaganda arzimagan pulga vasitani aytib qo'yadi. Shu boisdan aka savdogar akalarimiz sizlardan bitta maslahat, bu narsani yig'ishtiringlar. Dokument bilan ishlashni to'xtatinglar. Katta ehtimol bilan xulislar dokumentiga qaytib kelmaydi. Bu videoni aka maksimalni savdo qiladigan do'stlar, birodaringizga jo'natib qo'yasiz. Avtohamidga obuna bo'lish esa esdan chiqmasin.